Obdaka, assalomu alaykum. Oka tuzumsiz. Sog'laringiz yaxshimi? Katta yo'lda yo'q oldik. 2 kundan beri. O'ta zo'r. O'ta zo'r. Mana 55 ga qo'yganman. 55 ga chiqarib uchiryapti. O'ta zo'r. Yonishi bu. Tavaqiyman, demin xotlaringiz bergan, o'ta zo'r. Kechagina oka 2 qop ko'mir tashagan. 2 qop. Mana. 1 qop bel olma 40 kilo. 40 kilo o'zimiz angren ko'miri hokasi bor-ku, mayda 400 so'm, 500 so'mlik hoka. O'sha hokadan aralashtirdim. Mana o'chdi, mana 55 gradusga chiqib o'chdi. Aralashtirib yoqdim. Zo'r yonishi. Yoqyapti angrenni hokasini ham. Mana ishlab o'chdi hozir. Mana o'chgan holat. Angrenni hokasini ham aralashtirib yoqsa bo'laverar ekan hoka. Mana sistemalarimiz. Xudo xolasa zo'r effekt. Zo'r oka. Tenjoningiz sog' bo'lsin. Ishlaringizga omad. O'lchaqangiz o'z havasini ko'ring. Ustalaringizga ham rahmat. Xudo xolasa o'ta zo'r maza qilyapmiz.